101 kilogrammgacha semirib ketishimning sabablaridan biri bu. Eng birinchi o'rinda tug'ruqdan keyingi holatim. Chunki kesiru operatsiya bilan tuqqanman va narkoz, ukol, uyqusiz tunlar hisobiga juda ham kuchli ravishda gormonal buzilishlar bo'lgan. Va qarabsizki, 30 kilogramm vazn qo'shganman. Aslida yoshligimdan beri semizlik bilan qiynalib kelayotgan qizman. Yangi kelinlik davrimda ham xipchabel, chiroyli qomatda bo'lmaganman. Har doim sog'lom qomatda, chiroyli qomatda bo'lish mening eng katta orzuyim bo'lgan. Hattoki tushlarimda ham ko'rib chiqardim. Tug'ruqdan keyin ozishga harakat qilganman. Hamma ayollar kabi birinchi o'rinda non va shakardan voz kechganman. Qarabsizki, u diyeta menga umuman ta'sir qilmagan. 2 kilogramm vazn qo'shganman. Judayam tushkunlikka tushib qolganman, chunki shu diyeta ham menga ta'sir qilmayaptimi deb. Kuniga oynaga qarab yig'lardim. Turmush o'rtog'imni chiroyli kiyimni kutib olaman deb korset kiyardim va shu korset hisobiga tikishlarim ham ochilib ketadigan darajada bo'lgan. 45 kilogramm vazn tashlaganman. Beradigan savol: ozishingizda qanchalik kuch, iroda topgansiz deb. Mening bir umrlik orzuyim bo'lgan. Aytyapman-ku, yoshligimdan beri semiz bo'lganman deb. Tushlarimda sochim uzun, chiroyli adras kiyimda kiyib yurganimni, chiroyli qomatda, sog'lom qomatda yurganimni tushimda ko'rardim. Albatta, orzularimga ishonardim va harakat qilganman. Albatta, harakatsiz orzu va maqsadga erishilmaydi. Shuning uchun doim ham xayolparast bo'lib, orzu qilib yurmasdan harakat qilishni ham o'rganing. Agarda ozish yo'lidagi hikoyalarim qiziq bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.